Assalomu alaykum. Obunachilar, hammangiz sog' salomat yuribsizlarmi? Ko'pdan video qo'ymadik. Turu 8 mashin Manigazda o'chib qoladi ekan. Zasnonkasini ahvoli dim yomon bo'lib ketibdi. Avval bunga propan qo'yilgan, shu yerda shu datchikni şurada teshik ochiq qolib ketganda. Shuni qo'ymaganlar. Avval propan bo'lgan. Bir de Texotda turadigan avtopasosnoma yo'llari nag'ar bo'lib ketgan. Bu yomon ahvolda. Şu derece bo'lib ketgan bu to'pir. Bu yerda ustalar ochiq qoldirib berganda, yoddan chiqqanmi yo tushib qolganmi? Birinchi o'rinda buni zastonkani olamizdan yaxshilab yuvamiz, keyin buni boltaki bilan zaglış yetib qo'yamiz. O'zi metalning bir de üstünde dozator turadi. Yo'llarni ham toshni joyina o'rnatib, yuvib taxlaymiz. Xudo xolasa shundan yuvgandan keyin yoqib ko'ramiz mashinani. Manigazda turishini haydab ko'ramiz. Gazlarni düzlersek, Xudo xolasa zastonka zo'r chiqdi. Tozalab yuvdik. Gaz olishlar ham yengil bo'ldi. Zastonkadan bulashib ketgan ekan. Gaz ligirovkalarni düzüp haydab ko'ramiz. Xudo xolasa zo'r gaz olib turibdi mashin. Yengil gaz olib turibdi. Kimda Manigazda turmay o'chib qolib yurgan bo'lsa, shu kirishchani yozdirsa zastonka ko'rinadi. Yaxshilab yuvish kerak. Avval propan qo'yilgan o'rnidan ham zaglış yetib mahkam etib qo'ydik. Şuradan çan sorup zastonka canlı bulaşıp ketgan ekan. Şu yerdan hozir kilay surtamiz. Beram dedan ham çan so'ratdi. Şularni og'zini e'tibor berib ko'rish kerak. E'tiborlar uchun rahmat.